Bu qiz qachon qarama telefonda bo'shaydigan kuning ham bormi? Ha, nima qilay bo'lmasa? Qarasangiz suyunchiga arzigulik ajoyib antologiyalarni keltirdi. Kitobmisan, kitob bo'pti-yu. Bo'lmasamchi? Qaysi nashriyotda chop qilinibdi? Bu kitoblar Rossiya Vladimir nashriyoti tomonidan 3 tomli kitob bo'lib nashr etildi. Shunda biz o'zbek adiblarimiz ijod namunalari rus tiliga tarjima qilingan. Xuddi shunday. O'zbek xalq og'zaki ijodining Alpomish dostonidan tortib 19-20-21 asrning eng zabardast va taniqli ijodkorlarining ijodi rus tiliga tarjima qilindi. Ajoyib. Nargiza opa, shunday katta kitob, shuncha asar, tarjimonlari kim ekan? Albatta, bunda tarjimonlar mehnati juda ham ko'p bo'lgan. Bunda rus va o'zbek tarjimonlarining ijodiy ishlari kiritilgan. Ulardan Aleksandr Faynberg, Nikolay Ilin, Risolat Haydarova, Shahlo Qosimova, Sanjar Yanishev, yana Ma'ruf Toshpo'latov kabi taniqli tarjimonlarning ijodiy ishi kiritilgan. Zo'r. Yana bitta savol beraman. Kitobga kimdir homiylik qilganmi? Albatta, bunday muhtasham kitobning homiysi va tashkilotchisi Alisher Usmonov. Ajoyib. Unday bo'lsa, adabiyotimizning vakillariga jahon sahnasiga qo'ygan yana bir qadam muborak bo'lsin. Barcha ijodkorlarni tabriklaymiz.